mashinaga muhabbat ma'nosida aytmayapmiz. Ya'ni muhabbat qiling, qiziqing degan ma'noda emas. Mashina minsangiz ham qaysi rusumda bo'lsa chiroyli oling. Jiguli bo'ladi, Moskvich bo'ladi, Zaporoj bo'ladi, yatilab tursin-da. Misol uchun Makkaga boring, Madinaga boring, yer yuzining eng muqaddas joyi, butun mashinani topa olmaysizda. Yaqinda ziyoratga borgan vaqtimizda mehmonxonamizga yaqinida mashina qo'yilgan, parkovka qilingan joy bor ekan. Masjidning oldida. Namozga kirdik. Namozga chiqqandan keyin baribir biz o'zbekmiz, mashinaga qaraymiz. Namozga kelgan odamlar mashinasiga o'zim shaxsan o'zim qarayapman. Butun mashinani topa olmayapman. Mashinalarga qarab ketyapman. Hammasini kami bor-da. Bittasini farasi yo'q, bittasi unday, bittasi kir. Qarab ketyapman, bitta mashina turibdi. Shunaqa yartillagan mashina, balonlarga ham yaltiraganda, yangi mo'ka qilingan. Hamma joyi. Orqasida tonirovkasi ham bor-da. Qiziqyapman, buni egasi kim ekan dedim-da. Shuni oldiga o'sam do'ppini kiyib o'tiribdi o'zbek. Qayerda bo'lsa-ham mashinaga qarab qo'yar ekan. Hatto yer yuzining eng muqaddas joylarida ham eng chiroyli mashinalar, yaltillagan mashina o'zbekda bo'ladi. Bu ham o'sha hadis sharifning ma'nosida egarlarning chiroyli qilinglar. Ya'ni minib turgan ulovingizni chiroyli oyiring.